2025 yılı 2. ayının 19. günü səhərdə Amerikadakı tunji avlod Uyg'ur jurnalist, siyasi faoliyatchi va jamoat arbobi G'ulomidin Paxta apandi New Yorkda vafot bo'ldi. 95 yosh umr ko'rgan G'ulomidin Paxtaning 76 yillik hayoti muhojiratda o'tgan edi. 1949 yılının oxiri Komünist Xitoy Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilish harpisida yosh G'ulomidin Paxta vatanidan ayrilishga va Himolaya tog'laridan o'tib hur dunyoga chiqishga majbur bo'ldi. Shuningdan keyingi uzoq yillarda u Turkiya, Germaniya va Amerika qatorliq davlatlarda yashadi hamda Uyg'urlarning ovozini hur dunyoga anglatish yo'lida tinimsiz harakat qildi. الله أكبر الله أكبر G'ulomidin Paxta 1950 yillarning oxirida Germaniyaning Myunxen shahridan anglatish beradigan ozodlik radiosida tunji bo'lib Uyg'ur ovozini yangratdi. Shundaqla ozodlik radiosida Uyg'urcha anglatishning echilishida muhim rol o'ynadi. 1966 yili Amerikaga yo'tkilib davomli jurnalistlik bilan shug'ullandi. Amerika ovozining Osiyoga echilgan dariza nomli sahifasida uzun yillar obzorchi bo'lib ishladi. G'ulomidin Paxta apandi yana 1970 yillardan buyon Amerikada qurilgan Amerika Turkistonliklar birlashmasining hay'at a'zosi va muavin raisi bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda Uyg'urlarning ovozini anglatish yo'lida turli faoliyatlarni olib bordi. 1990 yillarning oxirida Uyg'urlarning Amerikadagi eng muhim ommaviy tashkiloti bo'lgan Amerika Uyg'ur birlashmasining qurilishiga riyosatchilik qildi. Shundaqla tunji raisi bo'ldi. U hayotining oxirgi yillarida Amerikadagi Uyg'ur jamoatining siyosiy va ijtimoiy faoliyatlaridan aslo qolmadi. Ey Allah, ben ölüp ketkendan keyin hayatı dünyada mening yaxshi ish izlerim sözlenadigan, bana insanlar tarafından rahmet okuladigan, insanlar tarafından medihiylenadigan bir tarix yaratışımı müyesser kılsalar, hayatı dünyada qap qalganlar mening keynimdim, bana bir rahmet okusun ve şunaqa mening izimden mağadigan bolsun, yani namunelik, ülgülük bir şahs buluşqa meni müyesser kılsın deb dua qilgan. Bugun nəhayət qayg'uliq bilan G'ulomidin kuni uzyapmiz. Osmondan cho'ng bir yulduz tushgandek Sharq Turkiston davosidan cho'ng bir yo'qotish bo'layotdi. G'ulomidin aka 95 yosh kiribdi bu yil. Men 89-yilga kelganda tunji G'ulomidin bilan New Yorkda ko'rishgan. Biz kelishdan burun G'ulomidin aka shu New Yorkda BDT'ning oldida o'zish bir kishi Sharq Turkiston bayrog'ini ko'tarib namoyish qilib, shundaq Uyg'ur davosini, Sharq Turkiston davosini qilib kelayotgan ekan. Biz kelgandan keyin G'ulomidin aka bizga ustoz bo'lib, biz sakka qo'shilib, G'ulomidin aka shu 30 necha yilning yog'i biz bu ikkinchi avlod Uyg'ur ziyolilar 80 nechinchi yildan boshlab bu yerga kelgan bo'lib, shularga yetakchilik qilib, bizga ustoz bo'lib, shu butun Sharq Turkiston davosini burun Amerikada qanday elib berayotgan bo'lsa, yalnız şu biz bilan birlikte texmi cho'nqur davolarni ilib
Muşu hazırkı bopmama 7 yıldan yağı vatanimiz Şarkı Türkistan'da bulayotgan erkek kırgınçılıkmı şunu anlatışqa, şunu vatanimizdeki halkınki davasını qilishqa hem muşu Amerika hükümeti, Kongres, parlamentlar anlatışqa çok töhf qo'shdi ularga. Endi ularga bütün hayatida vatanim, Uyg'urum deb o'tkazdi. Shu vatandan Qashqarning to'pisini ekkagizib, shuni bugun jasadning ustiga oilasi, bolalari shuni qo'ydi. Ularga endi bizningki ulgi bo'ldi. Bizningki ularga o'zi ziyoli, ularga bütün Sharq Turkiston davasini qilayotgan Uyg'urlarga, ziyolilarga bir cho'ng ulgi. Shu ularningki izini bersak, biz shu davoni davomlashishini umid qilaman. الذين إذا أصابتهم مصيبة Ya alemlerin ilgisi Rabbimiz Allah merhum G'ulom Faxri dadamizninki liqayalarini jannat qilgin ya Rabbim. Amin. Bundan uchun qilgan aqidalarini qabul etgin ya Rabbim. Amin. Ey Allohim barcha Uyg'ur tashkilotlari uchun bir umr xizmat qilgan, bizning Uyg'urlarimizning faxri bo'lgan G'ulom Faxri dadamizninki yana bir qatim gunohlarini afv etgin ya Rabbim. Amin. Oila tabobatlariga sabr ato qilgin ya Rabbim. Amin. Ey Allohim mana bugungi kunlar vatanlarimiz Yeah, he always was so dedicated, to his people, his work. I mean, growing up, he used to take me to Radio Free Europe in Manhattan when I was growing up, with the recordings and the reels, and he still has a lot of that, in the home collection. So, always helping him scan books into he was always so dedicated. And, as a son growing up, sometimes, you don't appreciate, the greatness of someone's dedication to the work. But, seeing all these people here today, it's just, I was talking to my wife earlier and how endearing and, how much I might have missed out on my father's, dedication to his people by being at school and so forth and not sharing his vision. But, I appreciate everything today and I appreciate everybody coming here. Toplumda tarafından çukur taziyemizi bu Faxri ailesiga ve Uyghur birodarlarimizga bildiramiz. Allah marhum Faxri akani g'ariqi rahmat qilsin, joyi jannatda bo'lsin. Allah bu kishini zakaratlarini oson qilsin. Amin. Bu bir inson edi. Haqiqatan joni dilidan xizmat qilgan bir inson edi. Bugun Uyg'urlar otasini yo'qotdi. Hayat, G'ulomdin akaning hayoti bütün vatan davası deb o'tgan bir hayot. Men nurg'un inqilobchilarni, da'vochilarni ko'rdim, ammo G'ulomdin kamdek ishidan chiqarib qilgan odamlar noyida oz. Bu eng oxirgi bir necha yil bo'libmi shu vabodan keyin G'ulomdin akamning salomatligi, anandan keyin vabo tufaylidan sirt chiqib harakat qilish fursati noyida oz bo'lgan bo'lsa-mu, ammo biz har qitim ko'rishgan vaqtida vaziyat, Uyg'ur vaziyati nima ishlavlab turadi, ashuningga bakla qiziqadi, so'rab turadi. Qisqacha qilib aytgan vaqtida G'ulomdin akam ishidan chiqarib, kuyunib, hech qandaq bir narsa talashmay yoki umid hech qandaq bir narsaga erishman degan hech qandaq maqsad yo'q, ashunday ishidan chiqarib qilgan bir inqilobchi G'ulomdin akamninki olamni o'tishi Uyg'urlarga nisbatan cho'ng bir yo'qolish deb qarayman. Albatta hammamizningki o'kinishlari bo'ladi. G'ulomdin akamninki eng cho'ng o'kinishi vatanga qaytanmaslik. Bo'libmi bak oxirgi yillarda ko'p yig'laydi. Men Amerikaga nim bo'lib kelibdim bo'g'itdi. Men o'lsam qanday bo'lsa vatan ashadi o'lsam nima degan yaxshi bo'ladi degan ashtaq gaplarni ko'p qiladi. Men bu tasalli berib hargiz unda demislar bu yerga chiqqandan keyinmi vatanning davosini g'aribda anglitishdan aytib jiq ish qillar. Balki vatanda qolgan bo'lsa-ham shuning uchun ishlarni qilish mumkin, ammo bu qadar cho'ng ishlarni qilolmaydilar. Har qanday hayotning o'zguchlik bir ahamiyati bor deb ko'p tasalli berdim. So as a daughter, I have an immense
appreciation of what my father did. You know, growing up, I saw his passion, his dedication, his love for his people. And as a youngster, you know, you didn't appreciate it or understand it. But I watched him type. I heard him cry, speak about his people, and I am overwhelmed by everything he did. And I don't think I fully understood it until the last few days. So I am overwhelmed by it. And I am truly honored to be his daughter. And I am very proud of him, extremely proud of him. And I look forward to looking through my father's stuff and working with Mehmet Amca to maybe donating his stuff to the Ulu museums and really creating a legacy for him. So I would love to do that for him, and I think he would appreciate it. Günümüze kadar gelmiş bütün sahabe, tebe-i tabi'in, şehit şüheda, Allah dostlarının ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Hasreten bugün emanetini sana teslim ettiğimiz Gulamettin Pahta abimizin ruhuna hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle. Ayrıca Ahtun ablamızın yakınlarının geçmişlerine hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Gulamettin Pahta akani rahmatlikni yaxshi tanirdim. U kishi yaxshi bir vatanparvar, milliyatchi inson edi. Va Uyg'ur Sharqi Turkiston davosiga ko'p berilgan bir inson edi. Bugun Uyg'urlarni otasini g'ayb etdik-da. Ya'ni haqiqiy bir vatanparvar, vatan uchun joni dilidan ishlagan insonni g'ayb etdik. Bu kishi men ko'p yillar, bir 80-yillar, 70-yillarda billa ishlaganmiz, 90-yillar Turkiston jamiyatida. U kishi Turkiston jamiyatini o'rinbosar, muavini ham bo'lgan, jamiyatda keyin idora hay'atida bo'lgan, ko'p bir hurmatlik, qiymatli bir inson edi. Qalami kuchli edi, so'zi yaxshi edi. Har vaqt shu vaqt 24 soat shu turmasdan Sharqiy Turkiston davosiga o'zini bergan edi-da. U mazlum xalqni u yerda ovozi chiqolmas edi. Bu kishi mayatdan shu harakat qilardiki, mazlum qanday zulm bo'lyapti Uyg'urlarning ustiga, bu kishi shuni aytib, yozib, har vaqt nima qilib harakat qilardi. Mərhum Gulamiddin Paxtaning meyti New Yorkning Uzun Aral, ya'ni Long Island rayonidagi musulmonlar qabristonligiga dafn qilindi. Shunda qilib, Amerikadagi tunji avlod Uyg'ur muhojiri, Sharqiy Turkiston davosining hormas jangchisi Gulamiddin Paxta bu dunyodan ketdi. Xuddi shoir Odil Tunyozning Qashqadagi Yer shari nomli dostondagi ko'milganda yot tuproqqa sen, ko'miludi qalbinga vatan degan misralari kabi Gulamiddin Paxtaning vujudi vatanidan uzoq yot tuproqqa ko'milgan bo'lsa-mu, ammo u vatanini qalbiga ko'mib ketdi.